Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Shanba kuni O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali nam va salqin havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Shanba kuni kechasi va ertalab respublikaning ko'pchilik hududlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan tashqari yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ertalab va kunning birinchi yarmida yomg'ir yog'ishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda shanba kuni yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 21 fevral shanba kuni havo harorati me'yoriy qiymatlargacha pasayadi va 9-14 daraja iliq atrofida bo'ladi. 22 fevral yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15-18 daraja iliq atrofida bo'ladi. Dam olish kunlari kechasi va ertalab respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Poytaxtimizda 21 fevral shanba kuni kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi va kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. 22 fevral yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi.